Bugungi darsligimiz Russkiy partiya deb nomlanadi. Demak, boshladik. Har doimgidek E4, qoralar E5, kon F3 bu holatda E5 ga hujum qiladi va qoralar kon F6 yurib himoyalamasdan oqlarda pechkasiga, ya'ni E4dagi pechkaga hujum qiladi bu holatda. Va bu holatda kon uradi E5. Agar kon uradi E5 to'rt qiladigan bo'lsa, ferz E2 yurib hujum qilishi mumkin. Agar qochadigan bo'lsa, ikki tomonlama shoh berib vilka holatiga tushirishi mumkin. Oqlar bu holatda E5 turgandan keyin qoralar kon C6 yuradi. Va bu holatda qoralar kon C6 ga, oqlar kon uradi C6 qilib javob beradi. Bu holatda qoralar DS qiladi. DS ga kon uradi C3. Kon uradi C3 ga, slon C5. Bu holatda kon G4 yurib 2dan 1 qilish niyatida slon C5 ga, oqlar slon C4 yuradi. Bu holatda kon G4 2dan 1 qilish niyatida kon G4 ga, albatta bu holatda oqlar 0-0 qilib shohni himoyaga oladi. Va bu holatda qo'pol xato bo'ladi va ferz H4 yurib bu holatda hujum qiladi. Ferz H4 ga albatta H3 javobi yuriladi. H3 ga bu holatda kon uradi F2. Kon uradi F2 ga, ya'ni ferzga hujum. Ferz E2 yurib ferz E2 yurib konni o'ziga kuchlashib hujum. Bu holatda ferz E2 ga kon H3 shoh. Bu holatda karol H1 katagiga qochadi. Karol H1 ga kon F2 dan ikki tomonlama shoh va bu holatda karol G1 va bu holatda oqlar mot bo'ladi. Qoralar ferz H1 dan shoh va mot qo'yiladi. Bugungi darsligimiz shundan iborat. Yozamiz, yodlaymiz.